Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum. Bu kelinni xonadoniga kuyov bolani jo'ralari qatorida tashrif va qudum qilib kelgan mehmonlar. Mana bugunlik bir muborak kunda bir mo'min musulmon xonadonida Allohning buyrug'i, Rasulullohning sunnatlari, ulug'larimizni odatlaridan bo'lgan nikoh voqea bo'lyapti. Alloh taolo ikkala xonadonni ham fayz, futuh, barakotga to'ldirsin. Bu nikohga sabab bo'layotgan ulug' ibodatni bajarishlikka bel bog'lagan bu ikki yoshga Alloh uzoq umr, baxti, saodat bir nikoh bilan serfarzand holatda hayot kechirishlikni Alloh nasib aylasin. Biz suhbatni boshladik. Bu oldilarimizga qo'yilgan taomlar, nozu ne'matlar faqatgina tanovul qilishlik uchun qo'yilgan, ko'ngillarimiz xohlaganicha tanovul qilib, faqatgina shu jicha gaplashmasdan tursak, bir ikki og'iz suhbat qilib olamiz. Chunki hammamiz bir xil kelmadikda, aralashib ham ketib qoldik. Domlas gapni boshlab yubordi, qorin ham och qoldi edi, uyga borib ikkita dona tuxum pishirib turib olar ekanman, yoki yengil anorga borib nima qilib olar ekanman, yoki shashlik nimaga borib ketar ekanman deb o'ylanmasin, ko'ngillari xohlaganicha, qo'l yetgan joygacha olib, faqatgina shaqillatib yuborilmasa, biz chiroyli qilib suhbat qilib beramiz. Suhbatimizni taklif bo'ldiki, oqibat haqida gapirib bersangiz. Chunki oqibat borgan sari ko'tariladi deyilgan. Qiyomatga yaqin oqibat odamlarda umuman qolmaydi. Shuni yozilibdiki, odamlar bir toifa insonlar bo'ladi, suratlari odamga o'xshaydi debdi. Suratlari odamga o'xshaydi. Ularning qalblarida rahmat yo'q debdi. Rahm, shafqat yo'q debdi. Siz bilan menda hechcha ba'zilarda bo'ladi, hechcha rahmi keladi. Yiqilib ketsa, to'xtang deydi, turgizib qo'yadi. Ba'zi bir insonlarni ko'rsangiz, qadam tashab ketilyapti-da, qiyomat bo'lish kerak-da. Qiyomat bo'lish kerak. Ketyapmiz o'shanga qadam tashab. Yuzimiz odam. Qarang, yuzimiz odam, qalbimizchi bo'ri. Vahshiy. Qarang, qalbimiz vahshiy. Nimaga desa, vahshiy bo'lmasa o'zimizni juft halolimizni uramizmi? Bizga umrini baxshida qilgan, bizga farzand tug'ib bergan, bizni ko'chada yurganda dada degan so'zni olib berishga sabab bo'lgan, ko'chada alang-jalang qilmasligimizga sabab bo'lgan, haramdan to'xtalishimizga sabab bo'lgan, ro'zalarda, iftorlik va saharliklarda bechoralar qiynalib biz uchun tayyorgarlik ko'rgan jufti halolimizni uramizmi? Ko'chada ko'rsangiz unaqa insonni o'ylamaysiz-da. Chunki o'ziga muloyimlikni yoqib oladi. Bir zotdan so'rashgan ekan, "Men qizimni kimga beray? Turmush yoshiga yetdi. Qanaqa yigitga beray?" desa, Xudodan qo'rqqanga degan ekan. Nimaga desalar? Chunki yaxshi ko'rsa, nafsi uchun yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rib qalbiga yaqin olmasa, Xudodan qo'rqqanligi uchun yaxshilik qiladi degan. Biz hozir qaysi birimiz? Bitta ikkita bola tuqquncha nafsimiz yoqtiryapti-da. Keyinchi nafsimiz yoqtirmay qolyapti.
Shu bilan nima bo'lyapti? Janjal, to'palak. Ha, Xudodan qachon qo'rqamiz? Qarang, Xudodan qachon qo'rqamiz? Alloh o'zi saqlasin. Qiyomatda bo'lishiga bas, qiyomatning cho'zilishiga sababchi bo'lishimiz kerak. Qiyomatga yaqin oqibat ko'tariladi. Birinchi o'rtoqlardan ko'tariladi. O'rtoq bo'lmaydi, bo'lsa ham ziyofat uchun bo'ladi. Dasturxoni bor ekan deydi. Ziyofati bor ekan buni deydi. Cho'ntagida bor ekan deydi. Ishi tayin ekan deydi. Mashinasi bor ekan deydi. Hech bo'lmasa shunga yaqin yursam, mashinasida yuraman, hech bo'lmasa piyoda oshga bormayman deydi. Xudo uchun degan narsa umuman bo'lmaydi. Qarang, Xudo uchun degan narsa umuman bo'lmaydi. Xudo uchun bo'lganda-chi desa, u narsani umuman xayoliga ham keltirmaydi. Bizi Xudo uchun degan do'stimiz bormi? Xudo uchun shu meni qiyomatli do'stim, sirdoshim shu. Qiyomatda Allohning huzurida ham bu o'rtog'im men uchun savobidan beradi, men u uchun savobidan beraman deydigan do'stimiz bormi? Sinfdosh mana o'rtoqlar. Oqibatni bir ko'raylikchi. Yoshligimizni eslaylik, birinchi sinfga borganimizni. Bitta xonaga popkalar ko'tarib, yoshgina bo'lib kirib joyimizga o'tiramiz. So'rashmaymiz. Chunki yovvoyi bo'lamiz u paytda. Hech kim so'rashmaydi birinchi kuni. Kiratda popkani qo'yib o'tiradi. Ora-orada qarab qo'yadi. Yuz tanish nima qiladi. Ertasiga 2-3 ta bola bilan, shunda ham oldi parta, orqa parta bilan so'rashadi yo yonidagi bilan. Bir hafta o'tib endi hamma so'rashadigan bo'ladi. Lekin quchoqlashib ko'rishmaydi. Qo'lni uchida. Ne qiladi? Kichkina qo'lchalar chap patib o'tadi. O'sha so'rashlik o katta bo'lganda samovarda bitta oshni tepa atrofida bitta choyxonada o'tirib quchoqlashib so'rashgandan afzal o'sha. Nimaga deydi? Chunki yoshlikda u bolaga pulda qizig'i yo'q. Dadasini kimligini qizig'i yo'q. Dadasini mashinasi borligini qizig'i yo'q. Uy joyini borligini qizig'i yo'q. O'rtoq bo'lsa bo'ldi. Katta bo'lganda-chi, ustuvoshga qarab. Ustuvoshga qarab. Bir o'rtog'ingiz kraska albastir tegan, yamaq solingan ustuvoshni kiyib bir joyga o'rtoq borib kelaylik desa, qilich bo'lib kiyingan bo'lsangiz, boralasizmi? Yoshlikda borilaveradi-da. Chunki yoshlikda mana soyga cho'milgani borib tursiysiz amaliy tursiyni mashinani tagiga irg'itardik. Mashina olib ketib bo'lsa, betursiy kelyasiga ham o'rtog'imiz billa kelaverardi. Xo'p, bor yo'q, naryoqda yur deyiladi hozir. Ustuvoshi bo'lib turib, kambag'al bo'lib turib, qiynalgan bo'lgan o'rtog'imizni birga olib yurmayapmiz-ku. Shu oqibatmi? Vaholanki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Mavlud-un Nabaviyning oxirgi bo'limida yuhibbul fuqaro'a val masakin. Nabiy sollallohu alayhi va sallam faqirlarni, miskinlarni yaxshi ko'rardilar. Siz bilan mana ham aytib oralamizmi? Yo'q emas o'rtoqlarimiz ichida faqir kambag'ali. Bor. Puli yo'g'i bor. Pullari yo'g'i bo'ladi. Qiynalgan bo'ladi. Hali o'rtog'imizni hech bo'lmasa bir oyda bir marotaba 2 dona shashlik olib beralamizmi? 2 dona shashlik olib beralamizmi? Haligi o'rtog'imizni mashinamizni chaqirib mashinamizga yur o'rtoq, bir joyga olib borib kelaman. Qaqa o'rtoq, yuraver. Oldiga o'tkazib, gaplashib, ko'ynini olib, qalay o'rtoq yuribsanmi? Ha. Ishlar bo'lyapti, ha bo'lyapti, Xudoga shukr. Bola chaqalar, ha, o'z rizqiga yarasha. Qaqa ketyapmiz o'rtoq, ha yuraver. Shuni olib borib 2 dona shashlikni qo'ydirib, yedirib, haliginimdek ko'ynini, g'uborini ketkizib,
Uyga kelguniga cho'r, o'lguniga cho'r gapiradi. Shu o'rtag'im boshqachada. Qarang, shu o'rtag'im boshqachada. Menga orttirib shashlik yedirdi. Duo qiladi. Qarang, duodir emas. Qiyomat kuniga borganda Alloh taoloning rahmatiga uchraydi o'sha o'rtaq. Nimaga? Faqirning orqasida Alloh men turibman deyapti-da. Alloh faqirning orqasida men turibman. Lekin shaytonni nafsimizni qarang, unaqa o'rtoqlardan qochamiz. Yana bitta maqolda o'shib olganmiz. Hisobli do'st ayrilmas. Suvni ko'rib etikni yechamiz. 10 ta begonaga qilgandan bitta yaqin o'rtoqqa qilgan yaxshi deyiladi. 10 ta begonaga qilgandan bitta yaqin o'rtoqqa, kambag'al o'rtoqqa qilgan yaxshi. Mana bir joyda shu xayr saxovat qilishlik haqida gapirib, Alloh taolo hamisha g'olib. Alloh hamisha g'olib. Alloh mag'lub bo'lmaydi. Siz bir xayriyatni niyat qildingizmi? Bir qadam tashladingizmi? Alloh taolo 2 qadam tashlaydi. Siz 2 qadam tashlasangiz, u 4 qadam tashlaydi. Mana bir joyda xuddi shunaqa tengqur bolalar. Ular yo'qlar. 33 ga kirgan ekan. 2 dona o'rtoqlari qolgan ekan, bittasi uylanayotgan ekan, bittasi qolyapti. Haligini to'yiga borib, oqibat haqida gapirib bersam, ichlarida savdogar bolalar bor ekan. Ta'sir qilibdi-da. Kechqurun suhbat bo'lgan bo'lsa, ertalab o'rtog'ining uyiga borib, "O'rtoq, chiq. Ha, nima qilasan? Chiqor mashinaga." "Aytor, nima qilasan?" "Ishxonamga qorovul bo'lasan. Oyligingni qilib beraman. 3 million." Qoplaydimi debdi. Kambag'al-da u. Qoplaydimi? "Har yakshanba uyimga ro'zg'or qilsam, senga ham ro'zg'or qilib beraman. Shu ishlasang bo'ldi." Ayamdan so'rab chiqaychi. Buvamdan bor so'rab chiq. O'sha hoji aytayotgan bo'lsa, mayli debdi. Hoji aytayotgan bo'lsa, mayli. Qachondan boshlab? Bugundan yur debdi. To'g'ri bor ishxonasiga. O'zi yo'q, kerak emas qorovul deydi. Chunki borda deydi qorovul. Shu yerda qorasi tursa bo'ldi deyapti. Ishlasa ishlamasa deyapti, 3 million beraman shunga. Ne olib borsam ehsonda olmaydi-da u deydi. Shu bilan har hafta ro'zg'orini qilib berib, oyda oyligini berib, ilohiy barakani ko'rdim domla deyapti. Ilohiy barakani ko'rdim deyapti. Chunki uyga pul kirdi o'sha o'rtog'imni deyapti. 3 million. Ro'zg'ori sal o'g'naldi. Bir kun o'rtoq debdi, "Hansa, yur bitta sexni ko'r. Agar yaxshi o'rganib olsang, yonidagi blok nimaga o'sha narsalarni olib yurgizasan. 10 million oylik qilib beraman." Insonni miyasini ishlatadigan ham pul ekan shekilli-da. Bir oyda o'rganib oldi deydi. Uchir deydi. Qarasam yaxshi. Ayasini oldiga bordim. "Xola, nimaga uylamayapsiz?" "Pulimiz yo'q, uy qilish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak." "Qachon uylaysan? Endi topganda 33 ga kiryapti." Hali ham topgan yo'q, topganda to'y qilisharmish. Nechida uylaydi? "Xola," debdi, "suvchilikka yuravering, men pulini beraman." "Nech pul berasiz o'g'lim?" "Nech pul berasiz?" 15 million debdi. 15 millionga biz to'y qilib olamiz desa, 2000 dollar beraman debdi. "Bizga 2000 dollaring kerak emas, bizga 15 million beraver" debdi. 2000 dollaring nima-yu? Bizga 15 million ber bo'ldi. Xola, bu 15 million bo'lsa 2000 dollar 20 millionda tepasida debdi. Desa, "Aldamaysanmi?" debdi. "Yo'q." "Bo'ldi, yuring." Taqdirot kelib bir joyga bo'lishdi. "Ishimiz yuryapti" dedi. Xudoning qudrati bilan Gentra'ni sotib Malibu Turbo Premier chiqqan deydi, ola olmayapman deydi. Olsam sexti ish orqaga ketadi, do'ppi qilish kerak marg'iloncha. Unikini olib turib bunga, bunikini olib turib 2 yil xolos deydi. 2 yil mavjud ishimni bitkazib olgandan keyin mavjud bo'lmagan raqam qilib olaman bir hafta.
ishim 2 yilda deydi, yana joy-joyiga tushib ketadi. Men Turbo Premier bo'lib qoladi Malibuki. Kecha shu do'p qilib tursam bo'ldi deydi. Chunki orttira olmayapman. Agar olsam, bitta sex oqsaydi yoki ikkita sex oqsaydi. Bu bilan o'rtog'imga to'ydi nimasi boshlandi. Unguri chopib ketyapmiz, ko'ch olib kelgani bir yo'l. Yo'lda ketyapsiz, telefon bo'ldi deydi. Katta ofisdan Toshkentdan. Falonchiyev, ha? 1 yillikmi, 3 yillik nimani qo'yuvdik. Kim nimasiga? Sizni nimangiz nomingizga Malibu Turbo 2 Premier chiqdi. Qarang, bu narsaga tashab bonus qiziqtirishga 2 tami qo'yishgan ekan mashina mukofotga. Sizniki chiqdi. Rasmiylashtirib, pregon qilib jo'natib yuboryapmiz, ertaga qabul qilib oling. Men ko'zimdan yosh oqyapti deydi. O'rtog'imga ag'bag'i bilan $3000 sarflagan bo'lsam, Xudoy taolo ba'dan $35000 chiqarib turdi. Qandayam g'olib zotsan deyapti-da, qarang. Qandayam g'olib zotsan. Biz o'ylab ko'ringchi, o'rtog'imizga hech bo'lmasa bitta paypa olib berganmizmi? Oqibat deymiz. Qarang, oqibat deymiz. Do'st deymiz, quchoqlashib ko'rishamiz. Oshni cho'ng'uragiga qo'yib, zo'r osh choyxonada yeymiz. Lekin o'sha oshimizda bitta kambag'al o'rtog'imiz bormi? Qilib bermasa ham o'rtaq kelur degan joyimiz bormi? Aytingchi? Vaholanki payg'ambarimiz aytdilar, 2 kishiga yetadigan ovqat 3 kishiga, 15 kishiga yetadigan 16 kishiga yetadi dedilar. Juda bo'lmasa bitta o'sha o'rta kambag'al o'rtog'imiz tufayli yalanib qolarmiz. Ortib qolsa bitamiz, hali nonni orasiga tiqib qora salafanda ertalab nonushta qilaman deb olib ketmasmiz. Bitta kambag'al ichimizda yuradi. Qiyomat kuniga borganda bizi yaxshiligimizga o'sha inson hujjat bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bitta ishlari kambag'allarni yaxshi ko'rishlik, kambag'allar bilan birga o'tirishlik, kambag'allar kasal bo'lsa xabar olishlik. Bitta amal bo'lib qoladi-da. Lekin bizda unaqa emas. Qilib bermadi, kelmay qo'yadi. Yedimi? Yedirsin. Yedimi? Yedirsin. Bo'lmasa yemasin. Shunaqa nimaga kirib qolganmiz-da. Endi qarangki, Alloh subhanahu va taolo do'sti haqqiga duosi haqida keltiriladiki, bir do'sti haqqiga duo qilaman desa, Alloh bitta farishtani yoniga yaratar ekan. Do'sti haqida nima deb duo qilsa, sen 2 barobar qilib duo qilayotgan do'st haqqiga so'radir ekan. Mana bugun o'rtog'imiz uylanyapti. Kim duo qildi? Kechasi turib, ha? Chiroyli bir tahoratda olib, joy namozni solib, qiblaga qarab, Abbosxon uylanyaptilar ekan. Ey Alloh, shu Abbosxonning nikohini samoviy nikoh qilgin. Nikoh boylik degansan, baraka degansan, xayr degansan deb turib, kim duo qildi? Yana do'st. Qarang. Osh qachon osh qilib berasan deb bilamiz. Osh yo'q deganda bir go'sht ham pishiraylik o'rta. Hammomga qachon boramiz ham chiqib qopti. O'zi bergan to'yinalarini hammom bilan go'shtga o'zi ketdi. Minusda chiqishyapti-yu, yana o'rta qarang, biz shu o'rtaqlikmi? Bir opodada aytuvdilar. Biz yoshligimizda o'rtog'imiz uylansa, ko'zimiz qatib qoladigan darajada xizmat qilardik. Ustozimiz aytardilar-ki, oqibati ko'tarilganligini to'yda o'limda bilinadi dedilar. "Yo, ustoz, qanaqa qilib to'yda bilinadi?" desak, to'yda odam xizmat qilmay qo'yadi. To'yda o'limda odam xizmat qilmaydi. Qarang, jicha bor o'limda. To'ydagi ustalar ko'paytirib qo'yilyapti. Ustalar ham o'zicha xushyor bo'lib qolishgan. Baribir ishlamaydi yoshlar deydi.
Shuning uchun deydi 10 ta olib keldim deydi ishchi deydi. Shunaqa zamon bir vaholanki o'zbek biz, musulmonmiz. Men shuni eshitib hayron bo'ldim. 95-yil. 95, 94-yil eshitganimda shu gapni. Yaqingacha hashar degan narsalar bor edi. Yaqingacha o'rtoqlar to'yda xizmat qilishi bor edi. Ana 2001-yil bir shogird bola bor edi, uylandi. O'rtog'i. Birinchi uylanishi qora aka, siz nikoh o'qib bering dedi. Xo'p deb borib nikohni o'qidik. Endi to'ylar o'tgandan keyin keldi. Qalay bo'ldi? To'y zo'r bo'ldi. To'y zo'r bo'ldimi? Ha. Birorta choy ko'tardingizmi dedi. Chunki ustozimizning gaplari bor-ku, odam xizmat. Tovla ustolar nimaga aytadi? Biror tovoq osh ko'tardingizmi desam, domla deyapti. Qarang. Shu o'rtoqlikmi? Ha nima qildilaring desam, to'yxonaga bordik, kechqurun hammomga bordik. Maza qilib cho'mildik. Pulini kim to'ladi? Kuyov bola to'latdi, domla deydi. Keyin chiqishimizga 4 kilo, 5 kilo go'sht bosdik. Go'shtni yedik. Uyga borib uxladik yo uxlamading, to'yxonaga keldik. Nonushtani chiroyli yana qilib, kuyov bolani oldida yumalaq bo'lib turdik. Bo'lmagan gaplar gaplashib. Necha turuvdik, qornimiz ochdi, yana kirdik. Yaxshi tuzalgan joyga o'tirib, betni qattiq qilib, maza qilib yana ovqat choy ichdik. Ustalar xizmat qilishdi. Keyin yana qornimiz to'ydi, yana ko'chaga chiqdik. Yana ko'chaga chiqib, yana kuyov bolani oldida yumalaq bo'lib turdik, bo'lmagan gaplar gaplash. Yana qornimiz ochdi, yana kirib, yana chiroyli joyga o'tirib, betni yana ham qattiq qilib, yana olib tashadik. Biz o'tirgan joyga keyin biri o'tirmaydigan joy qilib o'tiramiz dedi. Aytdim, bu kuyov bolani dadasi aytgandir, hammani to'yga chaqirgandan keyin o'rtoqlarni mehmon qilib qo'ysak bo'laveradi ekan. Bir voshdan kirib o'tirib, bir voshdan kirib o'tirib, bir voshdan kirib o'tirib, oxirida duo qilaylik, qali og'im, baxtli bo'lsin deb Chunki to'yni kunida chiqqandan beri boqasan ularni. Xuddi uylanish ayibga o'xshab. Shashlik olib ber o'rtoq dedi, hozir uylanyapsan-ku. Shashlik olib berishdan boshladi. Hammomga olib borishdan boshladi. Go'sht bosishdan boshladi. Yana hamma yo'q tugagandan keyin ertaga yana osham bor desda. O to'shti sho'rva qilib ichib, kuyov bolani olib kirib qo'yingacha oshni yeb juda bo'lgan ekan bizning orasida. Shu oqibatmi? To'yi o'rtog'i to'y qilib turib, uylanib turib, bir kosa ovqat toshimagan, choy toshimagan oqibat deb ko'rasizmi? Tasavvur qiling, o'rtog'ingiz sizni oldingizga keldi, o'rtoq, boshimga mushkulot tushib qoldi, jon o'rtoq, nima qilishimni bilmayapman desa, shu deb bir narsangiz bo'lsa, yechib beralasizmi? Aytingchi, shuni yechib beralasizmi? O'rtog'ingiz nimaga kirib ketyapti? Yomonlikka kirib ketyapti. Gunoh, xatoga kirib ketyapti. Eshigini tagiga borib, chaqirib, eshigini tagiga chiqarib turib, tizzingizni yerga qo'yib turib, oyog'ini ushlab turib, jon o'rtoq, Xudo uchun shuni to'xtat deyalasizmi? Kulyapmiz. Alkash bo'lib qoldi. 4 ta bolasi bo'lib, bo'mish bo'lib qoldi. Yaqinda uy sotilib ketadi deb kulyapmiz. Vaholanki o'rtoq edik. Vaholanki birga nima edik? Yo'inki adashayotganini ko'rib turib ham o'z echkini ham oyog'idan iladi, uni ham qabri boshqa, meni ham qabri boshqa deydi. Shu o'rtoqlikmi? Alloh subhanahu va taolo kalomi qadimisida aytibdi: "Ta'amanu fil birri va taqvo." Yordam beringlar bir-birlaringni yaxshilikka, taqvoga yordam beringlar deyapti. Biz nimaga yordam beryapmiz? Aytingchi, do'stimizni bir yaxshilikka chorlalyapmizmi? Otasini, onasini qaqshatib yurgan o'rtoq qancha? Ertaga o'sha insonga jannatning hidi xoram bo'lishi. Ha, o'sha bizning o'rtog'mi? Biz nima deyapmiz? Onasi qaqshayapti, yig'layapti. Dod deyapti, bola ko'rmay o'lay deyapti, bola tug'may o'lay deyapti. Shunaqa nobakor boladan ko'radi. Biz eshityapmiz shu gap.
biror marotaba chekkaga tortib, o'rtoq, ertaga sen ham ota bo'lasan, sen ham vaqtiga kelib farzand ko'rasan, shu qiliq senda qaytishini o'ylaysanmi deb gapirganmiz. Yo'q, uni oilasi boshqa, meni oilam boshqa. Qarz bo'lsa battar kulyapmiz. İşimiz yurayotgan bo'lsa, haligi o'rtoqni ishimizni yoniga olmayapmiz. Bu yordam berishlik islom deydi-ku. O'ziga yaxshi ko'rgan narsasini do'stiga ham yaxshi ko'rishlik bor edi-ku. Haligi aytganimizdek, bitta ko'ynak ham olganmizmi o'rtog'imiz uchun? Magazinga kirdik. Juda chiroyli ko'ynak turibdi-da. Ne kiyovdingiz? Yarashdi. Yana bormi ekan? Ha bor. Razmer, ha bor. Bitta qo'shib qo'ying. Nimaga? O'rtog'imga deganbizmi? Shu gap o'rtog'imga, o'zimga olganligim uchun o'rtog'imga ham ilinyapman deganbizmi? Agar qiladigan bo'lsak, o'sha ko'ynakni uni qo'liga topshirishligimiz bilan bizga Alloh taolo Idris alayhissalomga buyuradi: "Ey Idris, bu banda uchun jannatda jannat libosini tik" deydi. Hali bormasdan turib, tikilib turibdi-da. Paypag'am bermagan odam ko'ynak berib yuboradi deb o'ylaysiz? Paypag'ni pulini ham u shogirdini jo'natib bor olib kel. Uzoq qilib ketdi. Deb jo'natgan odam ko'ynak kiydirib yuboradi deb o'ylaysizmi? Endi bu dunyoda hamma yo'qni pul bilan o'lchagan odam, hamma yo'qni hisobli do'st ayrilmas degan narsaga amal qilgan odam qiyomat kuniga borganda savobini berib yuboradi deb ham o'ylaysizmi? Vaqtiki qiyomat kuni bo'lsa, tarozini oldiga bir banda kelib, savoblari savob pallasiga, gunohlari gunoh pallasiga qo'yilib, savobi ham gunohi ham teppa-teng kelib qolar ekan. Shunda Alloh taolosi aytar ekan: "Do'stini chaqiringlar, do'sti qanaqa bo'lsa, o'shanga hukm qilaman" der ekan. Qanaqa do'st? Qalbida yaxshi ko'rgan do'stini chaqiringlar der ekan. Biz qanaqa do'stni yaxshi ko'ramiz? Namozxon, pokiza, yaxshi do'stni yaxshi ko'ramizmi? U yomon bo'ladini ko'p ishlatadi-yu. Zinoga boraylik, yaxshi bir ayol bor ekan. Yomon bo'ladi. Aroq ichaylik, yomon bo'ladi. Oshga o'zi nimaga kelyapmiz? Maza qilib kart o'ynaylik. Ana xonani qara, 4 ta joyga o'tirib olib, shaqillab tushib, tasir qilib, kurt o'ynab maza qilishyapti-yu. Biz ham maza qilaylik, yomon bo'ladi. Desa, hali yomon bo'ladi do'sti, chaqirmay ham qo'yiladi-da. Bir oyda bir marta ko'rayotgan dedi. Endi yengil oshlarga chaqirmay qo'yaver, o'zi yomon bo'ladi, ko'payib ketyapti. Kim chaqiriladi aytga? Quloqni qizitadigan, yaxshi gaplarni gapiradigan, bunaqa diniy emas, hali ko'chani ayollar haqida, nechta ayol bilan bo'lganligi, yoshi qanaqa bo'lganligi, aroqni ham turlarini gapirib, ikkita gapirib, bitta kulaydigan, telefonda butun galeriya to'llasini chaqiriladi-da. Olib yur, ha, mazza qilib borasan. Hali qiyomat kuniga borganda boja bo'lib tiriladigan bitta sinflar ham chiqishadi-da. Chunki bitta ayolga hammalari borgan bo'ladi. Bittalari borib kelib, keyin ketdi qilib hammalarini olib borishganda. Turishibdi-yu, boja o'y bo'lishib. Chunki hali bir maqol bekorga basta, ulfating ola qarg'a bo'lsa yeyishing nimada? Chunki o'rtoqlarning ichida hali bo'ladi. Nosni birinchi olib kelib chekmagan o'g'il bola emas. Salapanda olib keladi. Deb qo'yadi. U ham dadanikini urib kelingan. Chekmagan deydi. O'g'il bola emas. Qussa ham chekadi. Qussa ham chekadi. Chekmaganda o'g'il bola emas degan gap bo'ldi. Endi katta bo'lgan sari, mo'ylov chiqqan sari aroqni ham shuna qiladi. Aroqni qo'yib ichmagan deydi. Og'ziga bo'lsa ham bor, ichasan deydi. Shu do'stmi? Qaytarishni o'rniga boshlayaptimi? Endi qiyomatda 50 ga 50 teppa-teng kelib qoldi savob bilan gunoh. Qaysi o'rtoqni chaqiradi? Qalbida qaysini yaxshi o'sha kel. Endi shunda yomon fohisha ayollarni ko'p taniydigan, o'sha yoqqa ko'p boradigan, o'rtoqlarni qizdiradigan, kechasi Telegramdan bo'lsa ham tashavoradigan,
ko'r zo'ri chiqib qoldi deb tashlaydigan, yoki telefon qilib o'rtoq tashavvor zerikyapman degan tashavvor edigan odam endi keladi-da. Chunki u dunyoda o'shani yaxshi ko'rganda nima deb boradi? Do'zax bilan jannat ro'parada turibdi, o'rtada turibdi, o'rtoq kelyapti deb qaradi-da. Yana sanmi deydi. Shunda nima deydi? Oyat bor bunga. Astag'firullah. Laytani lam attaxiz fulanan khalila. Koshki shu inson bilan do'st bo'lmaganda deb yuboradi-da. Yaxshilikka boshlashdi, uniga yomonlikka boshlagan edi meni. Alloh nima deydi? Olib kir ikkovsini ham do'zaxga deydi. Nimaga do'sti do'zax ekan, uni olib kir uni ham. Lekin bir inson, bir solih insonni yaxshi ko'rib, u bilan oqibat Xudo uchun do'st bo'lgan bo'lsa, savobi teppa-teng kelib bo'lsa, gunohi bilan o'sha do'st kelar ekanda, Xudo aytar ekan, olib kir jannatga. Chunki do'sti yaxshi ekan. Do'st yaxshilikka boshlash kerak edi. Endi qarangki, yana bir oqibatni nimasida Alloh taolo jannatlarni jannatga, do'zaxlarni do'zaxga kirgizib, jannatlarga aytar ekan, yeylar, ichinglar, o'ynanglar, kulinglar, sizlar uchun jannat. 70 ming eshikli qasrlar, bog'lar, daryolarning labida so'rilar, so'rilarning ustida bo'lsa 70 qavat to'shaklar o'tirilsa cho'kib ketadigan. Biror 100 yil o'tirsangiz ham belingiz og'rimaydigan. Qaranglar to'shak. Shunda sizlarga desa, hamma joy-joyiga, uy-uyiga, qasr-qasriga kirib ketar ekan, bog'-bog'larga kirib ketilar ekan. Shu paytda Alloh taolo rahmat nazari bilan jannat ahllariga qarar ekan. Hammani ko'rar ekanda. Shunda ba'zi bir odamlar yemasdan, ichmasdan, ma'yus bo'lib, xafa bo'lib turishar ekan. Shunda Alloh aytar, nima yemayapsizlar? Yeylar. Alloh. Biz yoshligimizda qadrdon bo'lgan do'stlarim bo'lar edi. Billa maktabda o'qiganmiz. Xafaligida xafa, xursandligida xursand, borligida bor o'zimizni borliqdaqa, yo'qligida yo'qliqdaqa. Musibat bo'lsa musibatiga biz nima bo'lganmiz? Yelkama-yelka turgan. To'y chog'ida bo'lsa xursandchiligida xursand bo'lganmiz. O'lganda bo'lsa yig'lab yelkamizda borib qabrga qo'ygan edik. Qabrda qancha yil yotib do'stimni sog'indim. Qiyomatda qancha kun turib do'stimni sog'indim. Jannatda kirib jannatda do'stimni sog'indim. Menga ijozat ber, do'stimni ziyorat qilay. Alloh aytar ekan. Men va'dasida turguvchi zotman. Va'da qilganman. Jannat xarir liboslaringni kiy, bor ziyorat qil. Seni do'stingni bog'i, qasri falon jannatni falon bog'ida qasrida. Kiyinib eng zo'r ustuvoshlarini kiyar ekanda. Jannatda Idris alayhissalom tikkan libos kiyib tugatalmas ekanda. Soniyasida almashtirsa ham tugamas ekanda. Bu Allohning ne'mati. Eshik tagiga shunday chiqsa, dunyo hayotida orzu qilib havas qilgan u yetalmagan markabi qarab turar ekan. Markab degsa minadigan narsani aytiladi. Biz uni birinchi nimada mashina desak, hali Facebookda trollar bor. Dim imomlardan ayib oqtorib, o'sha joyini oladi, taqir qilib. Mashina Rasulullohning zamonlarida bo'lmagan-ku. Domla mashina deyapti. U de yo'q, markab deganda miniladigan narsa. Rasulullohning zamonalarida eshak, xachir, ot, tuya bo'lgan. Endi bizi zamonda-chi desa, bizi zamonda miniladigan narsa velosiped, moped, skuter, mashinani turi-da. Endi eshak demaysiz-ku, eshikdan chiqishingizga yaxshi oppoq eshak turibdi demaysiz-ku. Yoki qora eshak turibdi demaysiz-ku, egar jabdu qilingan. Markab deganda dunyoda orzu qilgan, havas qilgan mashinasi markabi shunday turadi-da. Ne chiqib eshigini ochaman desa, bitta farishta kelib eshikni ochib berar ekan. O'tirsinlar. Nimaga desa, chunki mashinani eshigini, markabni eshigini ochishlik ham mehnat, xizmat ekan-da.
Mehnat xizmat ekan. Mehnat yo'q, xizmat yo'q. O'tirsinlar. O'tirishingizga shunday roli chiqadi-da, monitor chiqadi. Butun o'rtoqlarning ismida sinfdoshlar. Abbosxon deb bitta ezadi. Yoki palonchi deb ezadi. Mashina sekin jannatning yo'lagida ketadi. Taqirdi quri yo'q, qo'ppaligi yo'q, chuqurchasi yo'q. Atrofi gulzor, daraxtzor, salqin. O'tirib charchamaysiz, ketyapsiz. O'rtog'ingiz o'sha eshigini oldiga to'xtaydi mashina. To'xtashiga bitta farishta keladi, eshikni ochadi. Nimaga desa, eshikni ochishlik mashaqqat ekan. Tushib, ne qarasak, falon yili tug'ilgan, falonchini o'g'li, falonchini qasri. Qaralsa muhri hali ochilmagan, hali kirmagan bo'lar ekan. Yig'lar ekan. Ey Alloh, meni do'stim hali jannatga kirmabdi-yu. Men sendan yolvorib so'rayman, do'stimni hozir chiqarib ber do'zaxdan. Do'stimni ziyorat qilaylik. Alloh aytar ekan, men solih do'stlar, jannati do'stlarni va'dasini qilaman deganman. Olib chiqinglar do'zaxni qaysi chuqurida bo'lsa ham. Do'zax chuqurlikdan iborat, har bir chuqurda boshida taxt doskasi bor. Yozib qo'yilgan, falonchining o'g'li falonchi falon yilida tug'ilgan. Olib chiqinglar. Tili bilan qalbini olib chiqishar ekan. Butun tana erib oqib ketgan. Chunki bitta hozirgi hayotda bitta bochka kislataga insonni tashlab yuborsa qanchada yo'q bo'lib ketadi. Kislataga trilliy shunday tashlasa qanchada yo'q bo'lib ketadi. Uzog'i 3 minut bo'lsa kerak. Ha? Erib birorta narsa qolmaydi, yo'qolib ketadi. Do'zaxni azobini oldida milliarddan bittasi bas ekan shu kislata. Qalb bilan tilni erita olmas ekan. Shuni ko'tarib chiqar ekan-da. Nimaga qalb bilan tilni eritmadi desa, til bilan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deganligi uchun, qalb bilan bo'lsa Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad alayhissalom Allohning elchisidirlar deb iqror qilganligi uchun. U ta'sir qilmas ekan. Alloh olib chiqib farishtalarni olib chiqsa, Alloh aytar ekan: "Nahrul hayot, hayot daryosida cho'miltiringlar u til bilan qalb." Shunday tilni qalbni cho'miltirilsa, inson suratiga kirar ekan yana. Chiroyli bir suratga. Bir pasda harir liboslar kiygizilib jannatga olib kirilar ekan. Olib kirib ketilayotganda jannatda sayr qilib yurgan, ro'para bo'y kelib qolgan, "Ey do'zaxdan chiqyapsizmi? Bu ko'rishingiz oxirgi ko'rishingiz, endi ko'rmaysiz. Muborak bo'lsin sizga jannat." Nima uchun uni do'zaxdan chiqayotganini bilyaptilar desa, chunki uni peshonasiga xorijun minan nar, do'zaxdan chiqguvchi deb yozuv bo'lar ekanda. U ketmas ekanda, Alloh saqlasin. Pechat. Shu bilan do'stini oldiga jannatga olib borar ekan. Do'stlar bir-birlari bilan quchoqlashib ikki do'st yig'lashib, "Yaxshi ham do'stim, siz bor ekansiz. Siz istadingiz, so'radingiz, Xudo meni do'zaxdan ozod qildi. Yaxshi ham do'st bo'lgan ekan. Yuring meni jannatimga." Muhrni ochar ekan, do'stini olib kirar ekan, ziyoratlashib, ko'rishib, qasri, bog'lari, daryolari ko'rishib, "Hali palonchi ham do'stimiz bormi-da, ketdik." Borsa jannatda bo'lsa ko'rishib, didorlashib, yo'q bo'lsa chaqirishib, butun bitta sinf to'planar ekanda. Shunda talashishar ekan. "Men bugun mehmon qilaman. Meni 70 ming eshikli qasrim bor. Meni daryoyim bor. 4 ta daryo o'tadi. Labida so'rilari bor. Menikida men. Meni xizmatkorlarim mana undaqa. Yuringlar menikida. Menikida taomda bunaqa go'shlar bor. Bunaqa go'shlar bor, bunaqa go'shlar." deb talashib turishgan paytda Alloh taolo tarafdan xitob qilguvchi xitob qilar ekan. "Sizlar dunyoda bir-birlaringizni mehmon qilib bo'lgansizlar. Endi mehmon qilishlik meni navbatim. Sizlar uchun alohida jannatda bog', alohida dasturxon nurdan bo'lgan. Sizlar uchun muntazir. Farishtalar sizlarning xizmatlaringda. Uni ustidagi alvon-alvon nozik ne'mat boshqa jannat qasrda yo'q." Qanday ham maza? Qanday ham maza? Shunday borib o'tirib, ziyofatlanib, yeb, ichishib, endi qaytamiz desa Alloh taolo aytadi: "Shoshilmanglar, sizlarga yana va'dam bor."
Nima edi u va'da desa, u va'da Alloh jamolini ko'rsatishlik. Alloh aytar ekan, sizlar dunyoda shu kuni shu joyda oshib bo'lardi. Endi sizlarga shu oyda shu kunida jannatda sizlarga osh. Kelinglar, men o'zim mehmon qilaman, sizlarga jamolimni ko'rsataman derkan. Biz o'shanaqa do'stimizni do'zaxdan chiqishligiga sababchi bo'ladigan do'stlardanmizmi? Tiriklikda kambag'alni ajratib qo'yapmiz u. Oshga kelmasa chaqirmayapmiz-ku. Do'zaxda chaqiradi deb o'ylaysiz, jannatda chaqiradi deb o'ylaysiz. Men suhbatimizni ikkinchi ovqatingizni qo'yavering. O'tgan yili 3 yil bo'ldi. Bir joyda oqibat haqida gapirsam, bir yigit keldida, "Qora aka, biz 16 mi 17 ta bo'lamiz. Yaqinda ikkita o'rtog'imiz avtohalokatga uchrab, ikkosi bir kunda vafot etdi. Birini janozasi 10da bo'ldi, birini janozasi peshindan keyin bo'ldi. 10dagiga 9da ertalab o'sha yerda edik, 9da yuvgani kirdik. Yuvg'ichidan iltimos qildik. Biz juda ham qadrdonlar biz. Juda ham bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Bizni o'lim ajratyapti xolos. To'ylarda, marosimlarda bir-birimizga jon pido o'rtoqlar biz. Jon yuvg'ichi biz yonida turaylik. Oxirgi vidolashishlik-ku. Yuvg'ichi yig'lab yordi deydi. Men bunaqa o'rtoqlarni ko'rmaganman. Mayli debdi. Katta-katta qo'shnilarda kirgizgan ekan, sizlar chiqib turinglar, biz bu bolalar bilan yuvamiz deb. Bitamizni suv quyib berib turgani, bitamizni ko'tarib aqa-baqa qilib turgani, bitamizni suvni to'kib chegani tayinlab qolganlarda bo'lsa, shu devorga bellaringni qo'yib turinglar, xalaqit bermaysizlar. Xo'p, boshladik. Suvni oyoq qo'llarni yuvdi, bet qo'llarni yuvib, tahorat qildi. Endi g'usl yuvishni boshladi. Suvni olib keling, suvni olib keldi. Qo'limni tepasidan quyaverasiz. Xo'p, qo'li tepasidan quyapti. Ko'zi chiliqqat ochildi. Biz g'alati bo'lib ketdik. Yuvg'ichi bo'lsa la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb bir marta yopdi. Yana qo'ydi. Bir tarafga yon boshladi. Yana quydi, yana ko'zi ochilib ketdi. Yana la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh yana yon yubdi. 3-marta ochilib ketganda to'xtanglar endi dedi. Ko'zi ochilib ketaversa, ko'zlar ochilib kechikib ketamiz. Shuning uchun chiqib turinglar, chunki sizlardan o'rtoqlaring ajragisi kelmayapti. Ko'zi ochilib ketyapti. Qarang-a, biz tirigini ajratib qo'yapmiz. Uchi desa o'liga ajragisi kelmayapti-da. Shu bilan chiqib turdik. Yuvishdik. Ikkinchi o'rtog'imiz xuddi shunaqa bo'ldi deydi. Biz nima qilyapmiz? Biz o'rtog'imiz nima uchun bizdan ranjiyapti? Biz Qur'onda Xudo qaytargan ishni qilyapmiz. Nima? Alloh taolo aytayapti: "Astag'izu billah va la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman." Bir-birlaringizga laqab irg'itmanglar deydi. Osh qizimaydi, qizisa ham laqab aytishlik bilan qiziydi. Do'stlarimiz bilan kulishmaymiz, kulishsak ham mazah, masxara bilan kulishamiz. Shu g'oshga boradimi o'rtoq? Hammani laqabi bordi. O'zi kelmasa biladi u. O'zini oldida aytishmaydi. Laqabim yo'q deb yuradi, lekin laqabchi bo'lib ketganmiz-da. Xudo qaytaryapti shuni Qur'onda. Kim bir insonga bir laqabni qo'ysa-yu, u insonning shakliga, shamoiliga bir nima qo'ygan bo'lsa, zurriyotidan o'shanga o'xshagan bola tug'ilmaguncha o'lmaydi. Nimaga? Chunki naqshdan kulmen, naqqoshdan kulgan bo'lasiz deyiladi. Naqsh kim? Naqsh banda, naqqosh kim? Naqqosh Alloh. Biz undan kulmayapmiz, biz unga laqab qo'ymayapmiz. Kimga laqab qo'yib, kimni ustidan kulyapmiz? Alloh ustidan kulyapmiz. Chunki bir maliyar usta bo'lsa, devoldi, yiqilib, bitta o'rtog'ini olib kirdi. Meni qara, o'rtog' zo'r bo'lib. Bitta joyini ko'rib olib, kulaversa, maliyar o'shda turib, kulaversa, nima meni qara, kulaversa nima bo'ladi? U
Kimdan kulyapti? U 3 dan kulmayapti, milliarddan kulyapti. Milliardi g'ash keladimi? Biz o'rtoqlarimizga laqab qo'yib, mazax qilib kulaydigan bo'lsak, Xudoda g'ash kelmasmikan? Haqiqiy solih do'st laqab aytmaydi, solih do'st ustidan mazax qilib kulmaydi. Ana shular qiyomat kunida hali aytilgan. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin, hammalarimizni Alloh rushd va hidoyatda qilsin, iymonimizni Alloh salomat aylasin.